Olmos polvonni yana qaysi polvon? Shohrux polvon, Ozod polvon, Bekzod polvonlar birinchi qatorga kelar ekansiz. Yaqindan mana shu Abdurash Shekanov farzandlarining nevaralarining to'ylariga yaxshi niyatda qadam ranjida qilgan O'zbekiston mard o'g'lonlari polvon akalar bitta qarsa chalib yuboringlar o'zinglarga akalar. Joninglar sog' bo'lsin. Men shaxsan o'zim ismim Muxlisbek. Birinchi marta ko'pkorni jiyo ko'ryapman, ya'ni oldidan. Hozir rais bo'limiz aytdilar, Dilshod Hoji aka polvon, Olmos polvon aka, Shohruxjon degan polvon akamiz. Shular shu yerdami? Kechadan berib so'raymiz biz. Ozod polvon, Dilshod Hoji polvon. Kim Dilshod Hoji polvon? Sizmi aka? Keling yaqinroq keling. Sizga aytilgan gaplarga qilib ketgan aka, salomatmisiz? Ozod, siz Dilshod Hoji aka? Ozod polvon aka kim? Ozod polvon sizmi? Aka qo'lni oling. Omadinglarni bersin. Xo'sh, Olmos polvon aka. Olmos polvon bormi shu yerda? Shohrux degan yigitchi. Shohrux degan yigit bormi? Olmos akachi. Olmos polvon aka keling, qo'lingizni olib qo'ying. Men 20 kundan beri ismlaringni yodlab oldim. Rafiq telefon qildimi sizlarga? Rafiq telefon qildimi akalar? Sizlarning ismingizlarga ashula yozdirganini aytdimi? Aytgani yo'qmi? Hozir bir ashula aytaman aka. 4 ta polvonning ismiga shu yigit Amerikadan turib yozuvchilar uyushmasiga zakaz qilib, hamoyoni oyoqqa qo'yib bir ashula yozdirdi. Shu ashulada 4 ta polvonni qolaversa masjiddagi barcha polvonlarning nomi yozilgan. Bitta gulros qarsa chalasizlar. Chavandozlar haqida ashulamiz sizlar uchun premyera bo'ladi, marhamat. Men sanam qora bayir, chavandoz polvon chayir.